Bugungi kunda Instagramda esse yozishda tezis kerakmi? Tezis yozish uchun daraktap shaklidan foydalanamizmi yoki so'roq gap shaklidanmi? Kabi savollar ostida turli xil videolar e'lon qilinmoqda. Aslida tezis nima? Darhaqiqat, bugungi kunda ko'pchilik tezis deganda o'sha kirish qismidagi keling, mazkur masala yuzasidan mulohaza yuritamiz yoki xo'sh, aslida bu qarashlarning qay biri jamiyatimiz uchun manfaatli degan jumlalarni tushunadi. Bu xato. Aslida tezis deganda o'sha kirish qismining o'zi tezis vazifasini bajaradi. Chunki biz kirish qismida mavzuni dolzarbligi haqida gapirganimizdan keyin bu masalada jamiyatimizda ikki xil qarash borligiga ishora qilamiz va mana shu holatning o'zi tezis deb qaraladi. Demak, biz esse haqidagi qarashlarimizni o'zgartirishimiz kerak.